Bugungi kunda bilib bilmasdan, ba'zilar xatolik bilan, ba'zilar johillik bilan, o'zlaricha xulosalar qilishlik bilan ba'zi masalalarda dinimizni noto'g'ri talqin qilib qo'yish holatlarini guvohi bo'lyapmiz. Islom dini odam o'ldiradigan, islom dini qonxo'r bir din qilib ko'rsatilmasligi kerak. Bunday din emas. Aslida biz islom dinini mana shunday narsalardan himoya qilib gapirishligimizga dinimizni o'zi muhtoj emas. Dinni nomidan o'zi ko'rinib turadi. Dinimiz tinchlik dini, osoyishta din. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam o'zlari butun olamlarga rahmat bo'lib yuborilgan zot. Ammo bugun ming afsuski, odam o'ldirish, qotillikka chaqirish odatiy hol bo'lib qoldi. Mana bu narsani internet orqali chiqib, kimlardir ommatan qirg'in barot qilishlikka chaqiradi. Qo'shtirnoq ichidagi jihod so'zi bilan. Go'yoki din mana shu, buni qilish kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam shunga buyurganlar, o'zlari shuni qilganlar degan gaplarni gapiradilar. Gaplariga oyatlardan, hadislardan hujjatlar ham keltiradi. Ba'zi yoshlar esa bunga ishonadilar. Qur'ondan gapirib tursa, hadisdan gapirib tursa, ko'pchilik ishonishi aniq, tabiiy. Lekin fikrli odamlar, mulohazalik odamlar, Allohdan qo'rqadigan odamlar bu masalalarda eshitar ekan, ayni mana shuni gapirayotgan da'vatchidan tashqari butun olamda minglab, balkim yuz minglab ulamolar bor-ku. Bunga qadar ham ulamolar bo'lgan-ku. Nega bu gaplarni avvalgilar gapirmagan? Nega bo'lmasa hozir ko'p ulamolar buni gapirmayapti? Mana shuncha o'tgan ulamolarni hammasi nahotki adashgan bo'lsa, bittagina mana shu da'vatchi to'g'ri gapiryaptimi degan savolni berish kerak. Insonlarni azizlar, nohaq o'ldirish ulkan gunoh hisoblanadi. Eng katta gunohlardan. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam bir nechta gunohlarni aytib, o'sha gunohlar halokatga olib boradi deganlar. Ba'zi hadislarda 7 ta halokatga olib boruvchi gunohlardan qochinglar degan oshkor aytgan gaplari bor. Bugun biz uchun muhimi va juda ham ehtiyot bo'ladiganimiz bu qotillik, odam o'ldirish. Haq taoloni beradigan jazosi va azoblardan qo'rquvchi pokiza qalb, sof iymon egalari bunday yovuzlikka har qanday holatda ham qo'l urmaydilar. Alloh taolo Qur'onda aytadiki: Estaizu billah va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha va ghadiballohu alayhi va la'anahu va a'adda lahu azaban azima. Allah aytibdi: kimda kim bir mu'minni qasddan o'ldirsa, uning jazosi jahannamda abadiy qolishdir. Yana unga Alloh g'azab qilgay, la'natlagay va unga ulkan azobni tayyorlab qo'ygay. Azizlar, Qur'ondan aytayapmiz. Alloh aytayapti. Sura Niso'ning 93-oyatini o'qiyapman men. Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan, kimda kim bir mu'minni qasddan o'ldirsa, uni jazosi jahannamda abadiy qolishdir. Va Allohning g'azabi bo'ladi unga va unga la'nat bo'ladi. Uning uchun ulkan azob tayyorlagan. Nahotki mana shu oyatni eshitgandan keyin ham inson odam o'ldirishi mumkin deyish fatvosini beradi. Qanday qilib azizlar? Agar hozir biz, ey azizlar, ey mo'min musulmonlar, odam o'ldirishlik shariatda buyurilmagan, islom dinida odamni o'ldir demagan, bunaqa o'ldirishlik harom, bu ish gunoh desak, bu haqni gapirmayapti deydi. Ammo odam o'ldiring, o'ldirish kerak desa, bu haqni gapiryapti deydi. Qaysi haq, qaysi nohaq bilib olish kerak. Odam o'ldirmang degan odam nohaq emas azizlar. Bu ayni haqni gapiryapti. Alloh taolo Qur'oni Karimda yana aytadi: "Va la taqtulun nafsa allati harramallohu illa bil haqqi, zalikum wassaakum bihi la'allakum ta'qilun." Bu endi An'om surasidan. Alloh taqiqlagan jonni nohaq qatl qilmang. Aql yuritishingiz uchun Allohning hukmi qilgan shulardir. Alloh hech bir nafsni o'ldirmaslikka buyuryapti. Yuqoridagi oyatda agar bir mu'min kishini, musulmonni o'ldirib qo'ysa, unga qanaqa azob bo'lishligi haqida ketayotgan bo'lsa, bu oyatda esa Alloh ommatan nafs deyapti. Kim bo'lsa ham
u musulmonmi, musulmon emasmi, nohaqdan bir nafsni o'ldirishlikdan qaytaryapti. Qani aytingchi, kim haqni gapiryapti ekan? Butun insoniyatni hayotini saqlashlikka da'vat qilayotgan ahli ilm haqni gapiryaptimi? Yoki insonlarni o'ldiring, mana bu islom, mana bu din, shu yo'lda jihad qiling deyotgan odam haqni gapiryaptimi? Mulohaza qilish kerak azizlar. Yurtini dushmandan himoya qilish u boshqa bir masala. Qaroqchi dushmanlardan himoya qilish u boshqa bir masala. Lekin to'g'ridan to'g'ri insonlarni o'limga chaqirish bu xuddi shu oyatga o'xshaydi. Bittasini o'ldirishga. Kechirasizlar azizlar, ular terrorga chaqiryapti-ku. Bitta emas, minglab begunoh odamlarni o'ldirishga chaqiryapti va buni ishtirok qildiryapti. Terroristlar qayerda ko'rdingiz biror bir urushda qilayotganini? Jang maydonida yo'q, tinch aholini qiladi. Bozorlar, shifoxonalar, hatto masjidlar, uchoqlar deymizmi? Markab, minuvchi mashinalarmi, nima bo'lsa azizlar, ular begunoh odamlarning qonini to'kyapti. Shumi islom? Yo'q. Islom bunday emas azizlar. Islom hech qachon odamning qonini to'kishlikka buyurilmadi. Islom odamlarning qonini himoya qilishlikka buyuradi. Ehtiyot qiladi. Bu juda og'ir gunoh ekanligini o'rgatadi. Chunki buni hisobi og'ir.